Allohga behisob shukr, Samarqandga yetib keldik. Tayyorgarlik jarayonlarini boshlaganmiz. Aslida bu mavzudagi videolarni ko'tarinki, bayramona kayfiyatda yozardik. Kechadan beri shunga harakat ham qildim, lekin hech ham o'xshamadi. Ichimdan bir narsa tinch qo'ymayapti. Kecha bir holat bo'ldi. Xolis akamiz kutib olganlarida bir savol berdilar. Oxirgi marta kelganinglarga 1 yil bo'ldi, dedilar. Etim jimirlab ketdi. 1 yil, xuddi yaqinda kelgandayimizda, nazdimizda yaqinda kelgandaymiz. 1 yil muddat juda ham tez o'tibdi, juda tez o'tibdi. Shu 1 yil ichida kimlar bor edi, kimlar yo'q hozir. Kimlar kelib, kimlar ketdi safimizga. Yaqinlarimiz orasida kimlar bor edi? Hozir ancha inson yo'q. Va shu o'rinda shu savolni sizlar ham o'zingizlarga berib ko'ringlar. Yaqinlaringlar, qo'shnilaringlar, atrofingizdagilar kim bor edi? 1 yil ichida kimlarni yo'qotdingiz? Nimaga bu narsa meni juda ham ko'p ta'sirlantirib yubordi? Yaqin insonim bor. Shularga har safar ilinaman. Falon viloyatga ketyapmiz. Yuring, o'zingizni hissingizni, o'zingiz imkoniyatingizni qo'shib qoling deb ilinaman-da. Lekin bir gap aytadi, har safar aytadi. Inshaalloh keyingi safar. Lekin keyingi safar bo'lishiga kim kafolat beradi? Balki shu oxirgi safardir. Balki bundan keyin boshqa imkon bo'lmas. Ko'ryapsizmi, savol ustiga savol. Hozir imkon bor edi, hozir fursat bor edi, ulgurib qolaylik. Ayniqsa samarqandliklar, biz hozir Samarqanddamiz. 1 oy oldin Surxondaryoda edik, 1 oydan keyin boshqa viloyatda bo'lamiz. Kim bor, kim yo'q? Hozir imkon keldi. Ulgurib qoling. Saxovatga, ehsonga, o'zingizni xizmatingiz bilan, mashinangiz, qo'l mehnatingiz, kelib mashta qarashish bilan, duolaringiz bilan ulgurib qoling. Fursat bor, ulgurib qoling.